Nazarbek harakatda mahalla qaranglar. Assalomu alaykum, bizdan kuzatib o'tganlar. Nazarbek taraflardan mana shu chiroyli mahalladan cho'ski qilaman deganligi Qorasuv holatida variantimiz bor. Q9 sotuli mana shu uchastka sotuvga qo'yilyapti. Ko'chani qaranglar, svet, suv, gaz hammasi bor. Atrofda hammasi mana shunaqa zo'r uchastkalar. Katta ko'cha yuziga yaqin zo'r lokatsiyada joylashgan qo'ni qo'shnilar uylarini ko'ryapsizlar. Shunaqa bir fayzli zo'r ko'chada joylashgan. Bu xonadonimiz qaranglar, gaz mana shundoq olib kelib qo'yilgan gaz. Ko'rsanglar bo'ladi. Svet mana bu tarafda stalbada. Suv ham mana shu oldida ekan, mana mamta ekan suv. Svet, suv, gaz hammasi bor. Shundoq olib ko'rsanglar bo'ldi. Mana shu xonadon sotuvda. Xonadon qaranglar, faqat maliyatkasi qo'ygan. Patolog hammasi bitgan, patologlari, suvoqlari hammasi bitgan, romlar qo'yilgan, tashqi romlari. Faqat shu maliyatga ish qo'ygan. Kirishimiz bilan glavniy binoyimizga, yo'l tarafdagi uyimizga shu darvozaxonadan yonboshidan kirib boramiz. Birinchi bo'lib u yoqqa ko'rib tushib o'tirmadik, shu sraz mashit ko'rib ketaveramiz. Keyin u yoni ham ko'rsak bo'ladi. Bismillah. Bu ichiga kiradigan bo'lsak, mana bu tarafda xoli bor. Mana shu xoldan mana через podvolga ham o'tib ketsak bo'ladi. Mana shu xol tegi podvol qilingan ekan. O'ng tarafimizda bitta spalni, katta patologlar baland ko'ryapsizlar. Bitta spalni joylashgan bo'ladi, oldiga panorama katta rom qo'yilgan. Agar bu xona uy maliatkadan chiqasangiz, lekin cho'tki xonadon bo'ladi. Chap tarafimizda zal bo'ladi, bir 15 kishilarga mo'ljallangan zal. Patologlarni ko'ryapsizlar, gipsokardon qilingan, tashqi romlar qo'yilgan, devorlari polnistiy suvolardan chiqarib qo'yilgan. Birinchi qavatimiz bo'ldi bu tarafdan, endi ikkinchi qavatda o'rsak bo'ladi. Ikkinchi qavatda ham polni patologlar bitgan mana. Ko'ringlar, patologlar hammasi bitgan. Ikkinchi qavatimizda ikkita xona. Bu tarafda birinchi spalniyni ko'ramiz. Umumiy sanuzul xonasi. Keyin chap tarafimizda yana bitta spalni. Keyin bundan tashqari mansardasi bor ekan. Mansardan qaranglar, katta mansarda. Bu tarafda bitta, bu tarafda yana bitta mansardamiz bor ekan. Tomni tepasidan mana unumli foydalanishyapti, qaranglar. Mana shu ham bitta xona qo'rsanglar bo'ladi. Katta xona qilib. Xona qo'rsanglar bo'ladi. Mansardasi bilan 4 ta xona plus oshxona bo'ldi. Mana endi xonani past tarafida yana ikkita xonasi bor ekan. Hatki suvlarni olib kelib qo'yishgan ekan, kanalizatsiyalarni. Xo'p, hovlida mana zeleniy zonada qoldirilgan. Uy oldi tarafiga katta romlar qo'yilgan. Mana bu binoyimizning hovli tarafiga qaragan fasadi. Mana shu ham bitta yozgi oshxonada qo'ysanglar bo'ladi. Hovlining past tarafida mana ikkita xona joylashgan, oldiga yaxshi romlar qo'yilgan. Katta romlar. Uyga kiramiz, mana bu tarafda bitta xona. Salqin bo'lib turibdi. Xonadon pishg'anish, qo'ng'ish aralash qurilgan ekan. Ko'ringlar, patologlar ham bitgan. 100% sanuz qo'yishgan ekan. Koridorda umumiy sanuzul xonasi, keyin chap tarafimizda yana bitta xona joylashgan. Xo'p, xonadonga egalari $111,000 startviy so'rashyapti. Yaxshi lokatsiyada joylashgan. Kelishadigan joylari bor. Nazarbek harakat mahallida ko'chalarni o'zingizlar ko'rdinglar. Qiziq bo'lsa, videodagi raqamli aloqaga chiqaverasizlar. Videoga like bosib, kanalimizga podpiska qilib qo'yish esdan chiqmasin. Mana shunaqa yaxshi lokatsiyalardan yaxshi uylar topmoqchi bo'lsanglar, bizning kanalimizga podpiska qilib qo'yinglar. Xudo xolasa, bundan ham zo'r uylarni ko'rsatishga harakat qilamiz.